Bir holatda eshitib qoldim. Yillab kutilgan, orzu qilib kutilgan farzandga yetishgan ona shu bolasiga qarashga, uni ovqatlantirishga ham holi yo'q, mehri yo'q farzandiga, o'zini kundalik ehtiyojlarini qondirishga ham kuch-quvvati yo'q ekan. Hatto bolasiga mehr bera olmayapti. Ona ham shunaqa bo'lishi mumkinmi? Bu yerda onani aybi yo'q. Bu yomon ona degani emas. Bu yerda ushbu tasvirlanayotgan ayol juda katta ehtimol bilan tug'ruqdan keyingi depressiya holatiga ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. Tug'ruqdan keyingi depressiyada haqiqatda ona masalan yig'laydi, o'zini kuchsiz his qiladi, bolasini ko'targisi, ovqatlangisi, kerak bo'lsa bolasiga qaragisi ham kelmay qoladi. Lekin bu onani ta'riflamaydi. Bu shunchaki onani hozirgi etapda yashab o'tayotgan ruhiy krizisi, ruhiy og'rig'i haqida bo'ladi. Qachonki tug'ruqdan keyingi depressiya to'g'ri davolanilsa, ayol ushbu holatdan chiqadigan bo'lsa, u hamma boshqa onalar singari farzandiga to'g'ri va chiroyli qarab, parvarish qilib, uni voyaga yetkazadigan bo'ladi. Bu professional ham psixoterapevtik, ham psixofarmakologik yordamni talab qiladigan holat hisoblanadi. Shu sababli ushbu holatdan aziyat chekayotgan, tug'ruqdan keyin tushkunlikka, xavotirga tushib qolgan yaqin dugonalaringizga, ayollarga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Zero ular yomon ona emas, ular hozir ma'lum bir ruhiy holatda yashab o'tishibdi.